Hurmatli jurnalist va blogerlar hamda brifing ishtirokchilari. Bugungi brifing mavzusi raqamli hukumat va raqamli ta'lim to'g'risida bo'ladi. Raqamli hukumat bu davlat boshqaruvi va davlat xizmatlarini axborot kommunikatsiya texnologiyalari orqali elektron, tezkor va shaffof tarzda tashkil etish tizimidir. Bugungi kunda Oltinsoy tumani hokimligi tomonidan 1 million dasturchi loyihasi doirasida xalqaro platformalardagi bepul o'quv kurslari orqali 2572 nafar yoshlarni o'qitish belgilangan bo'lib, hozirgi kunga kelib bu borada Uzbek Coders va Coursera platformalari orqali tumandagi 5000 nafardan ortiq yoshlar onlayn ta'lim olmoqda. Shulardan 2419 nafari kurslarni muvaffaqiyatli yakunlab, sertifikatlarga ega bo'lishdi. Shuningdek, bir mahallada 7 dasturchi loyihasi doirasida 45 nafar yoshlarning xorijiy tillardan sertifikat olishi belgilangan bo'lib, shulardan 49 nafar yoshlar ingliz tili bo'yicha xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishdi. Oltinsoy tumanida hozirgi kunda 12 nafar davlat xizmatchilari xalqaro sertifikatlarga ega bo'lishdi. Jumladan, mazkur sertifikatlar Microsoft Certificate Educator, Digital Literacy Certification, Google IT Automation yo'nalishlarini tashkil etadi. Tibbiyotda raqamlashtirish. Joriy yilda tibbiyot sohasida ham raqamlashtirish ishlari jadal olib borildi. Jumladan, tuman tibbiyot birlashmasi hamda tez tibbiy yordam markazlari DMED platformasiga integratsiya qilindi. Natijada fuqarolar shifokor qabuliga yozilish uchun shifoxonaga borib, navbat kutmasdan uydan turib o'zlariga qulay vaqtni tanlab, onlayn navbatga yozilish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Shuningdek, DMED tizimiga bemorlarning kasallik tarixi doimiy kiritilib borilmoqda. Tuman hokimligi tomonidan aholining raqamli savodxonligini oshirish va raqamli hukumat loyihasi doirasida 5 marotaba o'quv seminarlari tashkil etildi. Natijada davlat xizmatlar ulushi 67,6% ga yetkazildi. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 10,2% ga oshgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 22-oktyabrdagi PF 189-son farmoniga muvofiq sun'iy intellekt sohasida kadrlarni tayyorlash izchil ishlar olib borilmoqda. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash maqsadida Oltinsoy tumanida joriy yilda 100 nafar davlat xizmatchisi sun'iy intellekt texnologiyalariga o'qitildi. Jumladan, ularning 15 nafari tuman hokimligi rahbariyati xodimlari, 10 nafari iqtisodiyot va moliya bo'limi xodimlari, 20 nafar mahalla xotin-qizlar faollari, 15 nafari IT hamshiralar, 40 nafari maktab direktorlari va informatika o'qituvchilari hisoblanadi. Tumanda IT xizmatlar ulushi sezilarli darajada oshib bormoqda. Joriy yilda IT xizmatlar hajmi 350 million so'mga yetkazildi. Ushbu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 3 barobarga o'sib, 350% ni tashkil etdi. Shuningdek, tumanda IT xizmatlar eksporti sohasida ham juda katta o'zgarishlar bo'lib o'tdi. Hozirgi kunda IT xizmatlar eksporti $17 ming ko'rsatkichga erishildi. Ushbu ko'rsatkich orqali Oltinsoy tumani tarixida birinchi marotaba IT xizmatlar eksporti yo'lga qo'yildi. Yil boshida tumandagi IT park rezidentlar sonini bittaga oshirishni reja qilingandi. Hozirgida rezidentlar soni bittaga oshirildi va umumiy soni 3 taga yetdi. 2025-yilda tumandagi Mirshodi Saxovati dehqon bozori raqamli bozor tizimiga o'tkazildi. Endilikda mazkur bozorda onlayn to'lov tizimlari joriy etilib, tumanimiz aholisi uchun to'lovlarni elektron shaklda amalga oshirish imkoniyati yaratildi. 2026-yilda Shakarqamish Mirishkorlar dehqon bozorini ham raqamli bozorga aylantirishni rejalashtirilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining respublikaning hudud, soha va tarmoqlarini raqamli texnologiyalarni joriy etishni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi FQ 286-son qarori ijrosini ta'minlash maqsadida tumandagi Jaloliddin Rustam oilaviy korxonasi va Oltinsoy avtotest ekspertiza mas'uliyati cheklangan jamiyat jarima maydonchalari to'liq raqamlashtirildi.
Mazkur qaror bu raqamli transformatsiyani jadallashtiruvchi hujjat bo'lib, davlat xizmatlarini elektronlashtirishni kengaytiradi. Hududlarda raqamli infratuzilmani mustahkamlaydi. Onlayn xizmatlar va axborot tizimlari sonini oshiradi. Aholi va biznes uchun raqamli xizmatlarni qulay qiladi. Yuqorida aytib o'tilganlar 2025-yilda qilingan ishlar va erishilgan yutuqlar to'g'risida qisqacha ma'lumotlar bo'ldi. Endi 2026-yilda amalga oshirishimiz kerak bo'lgan asosiy rejalar bo'yicha ma'lumot berib ketaman. 1 million dasturchi loyihasi doirasida bepul onlayn kurslarda tahsil olayotgan yoshlar sonini 3000 nafarga yetkazish, raqamli hukumat loyihasi doirasida 10 marotaba o'quv seminarlari tashkil etib, davlat xizmatlar ulushini 75% ga yetkazish va viloyatda yuqori natijaga ko'tarilish, 500 nafar davlat xizmatchisi va 1000 nafar yoshlarni sun'iy intellekt texnologiyalariga o'qitish, IT xizmatlari hajmini 400 million so'mga, IT xizmatlar eksportini esa 50 ming AQSh dollariga yetkazish belgilangan. Qolaversa, tumandagi IT park rezidentlar sonini 5 taga yetkazish belgilab olindi. E'tiboringiz uchun rahmat.